Ko'rganman men. Videolari o'shanda chiqib ketgan. Qobul Do'stov borgan. Mardlik qilib shu ukamiz borgan. Borgandan bir mush tushirgan, bir mushmi, bir shapaloq bu. Abror Muxtor Ali tomonidan tushirilgan. Shu bilan qolgan video yo'q. Otabek Hamidov. Men seni endi sansizlamayman, sansirayman. Senga. Qobul Do'stov onamni haqorat qilgan. G'irt kayp. Mast holda. Sen tarqagan, menga gapirib. Sen meni onamni haqorat qilyapsanmi hozir? Chunki sen istan tarqagan nima ahmoqni tug'ilganda o'sha sen iflosda tuqqanda butun musulmon olamiga nima deydi? Sen soladigan bir iflosda tuqqanda shu ona to'g'ri o'ylaymanki sen istan tarqagan ham muttahamam. Ya sen hozir telefonda juda haddan oshyapsan-da, yuzma-yuz gapira olmaysan bu gaplarni. Ya sen ko'zingni tikaman, sen dalbayokda. Tushundingmi sen dalbayok gandon bilan. Gapirmanga savolingni bermayman gandon. Sen abror sani bilasanmi? Sen kigaman yonimga pul qaytirib tikaman sen kidarazda. Hozir qayerdasan? Sen kigaman yonimga. Yo'lakatda tashlayman. Sen menga telegramga mana shu umringga yo'lakatda tasha, men o'sha yerga boraman. Yo o'sha yerdaman. Men senga yo'lakatda tashlayman xolislik. Erkakcha gaplashasanmi? Terpilalik qilmaysanmi? Nima deysan? Erkakcha gaplashasanmi? Terpilalik qilmaysanmi? Yo'q, terpilalik qilmayman. U anaqa bilan adashtirma, nima deydi? Kimlar bilandir adashtirma, men tan o'sha. Davay, tasha bo'l, tamam. O'shalar joyga o'tqazaman. Gam bo'ldi. Og'zidan bodi kirib shodi chiqqan. Men aytganman, menga lakasa tashagin boraman oldinga deganman o'sha paytlarda. Oldinga boraman deganman. Lakasa tasha olmagan. Sen tasha degan menga. Men lakasa tashaganman. Mana shu o'tirgan xonadonimni lakasasi tashaganman. Ikkita odam yetalayapti. Kelib menga kelib videoda ko'rsanglar qo'l uzatyapti, so'rashaman deyapti. Men so'rashmayapman. Keyin dang etib soldim o'sha yerda. Onamni haqorat qilgan odamdan imkon topsam so'rab olaman. Erkak kishi shunaqa bo'ladi. Keyin nima bo'lgan qarang, hali videolarni qo'ymasdan hamma zapislar menda turibdi. Kaltagini yedi, mahalla to'planib ketdi. Uchastkovoylar keldi, hamma to'polon bo'lib ketgandan keyin ularni olib ketishdi. Bir payt Qobul Do'stov Facebookda o'zini profilida video qilyapti. Sizlar nima deydi, ahli ilm degan mana shunaqa bir iflos insonni uyiga da'vat qilingandik, biz bordik bir xolis gaplashishga, samimiy gaplashishga. Abdumalik aka mana mehmon chaqirilsa uyga, uni joni, moli, mulki, obro'yi, sha'ni o'sha chaqirgan insonning himoyasida bo'ladi, to'g'rimi? Islomda shunaqada endi men qanchalik bilaman. Bu ahli ilm bo'lib turib, shayxning shogirdi bo'lib turib, shunaqa ishlar qilishi qanchalik islomga to'g'ri? Aytayaptiki, mana sizlar aytinglar, biz Abror Muxtor Alining uyiga mehmonga keluvdik. To'satdan chiqib bizni urib qoldi. Shayxning shogirdi, ahli ilm bizni urib qoldi. Qayerda yozilgan mehmonga kelgan odamga bunaqangi chiqib turib salom alayksiz urib qolish? Qayerda yozilgan deyapti. Va izohlarda hamma uni tarafdorlari, menga qarshi bo'lgan xavorichlar hammasi haqorat qilyapti meni. Men jim turibman endi. Keyin jonlini yoqdim mana o'sha zahotda. Yoqdimda hamma haqoratlarini, zapislari bor edi qo'yib berdim. Mana dedim, bu meni haqorat qildi, meni uyimga mehmonga kelgani yo'q. Bu haqorat qildi. Onamni men o'zim bormoqchi edim. Unga lakasa tasha olmadi. U keldi, mendan kaltagan. Keyin videosini o'chirdi, qochdi, bekindi. Nechta odam izoh yozgan bo'lsa, taxminan bir 100 taga yaqin odam uzr so'radi. U yerda 500 talab, 1000 talab izoh bor. Hammasi sekin yana vaziyatni yopishdi. Vaqt o'tkazish kerak-ku. Vaqt o'tgandan keyin yana bu mavzuni ko'taradi bular. Uchun yopib qo'yishdi.
Keyin orada men desert uchun haligi kaltak yegan joyini, mana nima uchun kelganini, mehmonga kelmagan bu. Kelib menga qo'l uzatyapti, so'rashmayapman. U bilan gaplashadigan gap qolmagan. Telefonda menga nisbatan o'ta og'ir haqoratlarni qilgan, natijada kaltak yegan. O'ta kaltak yegan ikkita odam menga tashlagan. Kiyimlarim yirtib tashlashgan. Lekin u Qobul Do'stovni yotqizib olib tepganman men. Ukaman bo'lgan, biz 2 kishimiz, ular 3 kishi. To'polon bo'lgan. Boshlanishi mush yegan Qobul Do'stov. Endi buni nima uchun yana eslayapman do'stlar? Mana shu Otabek Hamidov va shuni toifasi qadimda o'sha Payg'ambar alayhissalatu vassalomning ayollarini, bizni onamizni zinoda ayblagan munofiqlarning tabiatidagi odamlar bular. Kun o'tadi, vaqt o'tadi, masala yopilgandan keyin yana o'zi xohlagan joydan xohlagan mavzuni qo'zg'ayveradi. Ana shu munofiq tabiat fikrlarga biz sergak bo'lishimiz kerak. Sezgir bo'lishimiz kerak. Yo, aldanib qolmasligimiz kerak. Otabek Jo'rayev degani. Otabek Jo'rayev. Men kutib yuribman uni. Ana boraman Samarqandaman. Ana borib gaplashaman dedi. Qani gaplashyapkan? Yo, men nimaga duxim sanadi? Nimaga duxim sanadi? Men Abror Muxtor to'g'risida gapirmayman. Ertaga misol nima deydi? Orqadan chiqib oladi, ayolni orqasidan chaynayapti deydi. Voy, Otabek Jo'rayev, ayolni orqasiga sallar kirib olgan sallar. Ishtonni ichida sallar. O'sha sallar himoya qilayotgan ayol uni ichki ishlar yechintirib, zino sahnasini yaratdi degan gapiga qarshi chiqdik biz. Nima xato qildikmi? Bu yomon narsa. Chaynayapti deydi. Voy, Abu Lahabning xotini haqida oyat nozil bo'ldi. Qiyomatgacha tilovat qilinadi. Maylimi? Ya Qur'on Abu Lahabning xotinini chaynayaptimi? Yo, chaynamaydi. Boshqa xotinlarga mana shunaqangi razillikdan ehtiyot bo'ling deyish uchun ularni ogohlantirdilar. Sallar uni eplolmasalaring, sallar tavba qilishlikka vijdoning yo'q bo'lsa, hamiyating yo'q bo'lsa, sallarga o'xshamaydi hamma. Yuraverlaring o'sha ishtonning ichiga kirib olib. Biz nafasimiz bor ekan, o'lgunimizcha bularga qarshi gapiramiz. O'lgunimizcha. Trollar yig'ilib olib to'dalanib kelsin. Troll, mirol, jin, pin hammasini olib kelsin. Abraham Moshe degan bitta galuboy bor. Varati zino. Abraham Moshe'ni qidirdik, qochib ketdi. Fransiyaga bordik, Shvetsiyaga bordik, Shvetsariyaga bordik, Rimga bordik, Andalusiyaga, Ispaniyaga bordik. Yurdik aylanib. Qanisan dedik, manaman. Qanisan, manaman. Oxiri Fransiyada ikkita MMAchi odamga iltimos qilib qaydan kanal bilan 5000 yevromi 3000 yevro pul bergan ularga. Berib o'shanga meni urdirmoqchi bo'lgan. Ikkalasi kelib video bilan kelib 3 sekund o'rtadagi gap bilan nima deyishyapti? Montaj qilishib, mana Abror qochdi deyishyapti. Davomini ko'rsataman dedi. Ko'rsatuvdi, davomida qora kiyimda bittasi qochib ketayotgan ekan. Abraham Moshe'ni qo'yib ko'ringlar videosida. Davomida qora kiyimda, men o'zim sariq kiyimda bo'lganman. Davomini ko'rsatsa qora kiyimdagi odam qochib ketyapti. Mana aytgan gap to'g'ri chiqyapti. Ular qochgan. Qochib aylanib bittasi qaytib kelgan, men yo'lidan to'sib tomog'idan ushlab to'xtatganman. Politsiya ushlagan, olib kirib ularni so'roq savol qildi. Mendan iltimos qildi. Meni yozma dedi ustimdan. Yozma dedi. Men chiqib senga aloqaga chiqaman dedi. Men yozganim yo'q. Abrahamma shu qo'ygan qo'l imzolari o'sha ustidan yozdi degan gaplar hammasi Photoshop. Photoshop u. Munofiqlar shunaqa bo'ladi. Vaqt o'tkazadi, fursat o'tkazadi, payt poylaydi. Payt poylab, ana qochdi. Ana bu xato qildi. Ana mehmonga borganni urdi. Ana videoni yarmini qo'ydi qilib, munofiq tabiatini ko'rsatadi. Men nima uchun buni aytyapman? Ehtiyot bo'ling, yoshlar. Har davrda yangi avlod yetishib chiqadi. Yangi avlodni bular aldaydi. Mana shu
Otabek Hamidov degan onasini reklama qilib yuradigan odam. Men shuni sifatini shunaqa deb bildim. Onasini reklama qilyapti. Onasini yana chiroyli joyini emas, xunuk joylarini reklama qilyapti. Ana shu onasini reklama qilish bilan ovora bo'lib yurgan odam men Qobil Do'stovga ishonaman deyapti. Videoni qo'ygan Abror Muxtor Ali davomini qo'ymagan deyapti. Ha, Otabek Jo'rayev, o'shaning uchun xalq senga ishonmasligi kerak. O'shaning uchun sanlarda qarshi tarafni o'rganish xolisligi yo'q. Sanlar o'sha Oysha onamizni zinoda ayblagan munofiqlarni gapiga ishonging kelaveradi. Asl mavzuni o'rganmaysan. Asl mavzuni o'rgansang, bu yerda kim erkak bo'lgan, kim alkash bo'lgan, kim ikkita odamni yetalab kelgan meni uyimga yakka kelaman degan edi. Ularni hammasini ko'rgan bo'lardik. Ko'rgan bo'lishi ham mumkin-u, odamlarni esidan chiqdi bu. Endi yana tuhmat qilsak bo'laveradi degan tabiatni ko'rsatyapsan.